Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muborak ro'za-yu Ramazon oyi barchangizga qutlug' bo'lsin. Bugun klinikamizda saharlik va iftorlik paytida bemorlarimizga qanday taomlar berilishini birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Oddiy va tvorogli blinchiklar. Lavlagili salat. Ikkinchi salatimiz vitaminlarga boy bo'lgan karamli salat. Qaymoq, moloko, sumalak, nishola. Issiq taomlarimizdan mazali pisirdoq somsalar. Xorazm milliy taomi barak. Suyuq taomlarimizdan vitaminlarga boy bo'lgan sho'rva. Desert uchun maxsus shirinliklar. Klinikamizda maxsus tayyorlangan xurosonlar. Ro'za ko'rki hisoblangan xurmo hamda limon. Har xil turdagi mevalar. Klinikamizda bemorlarimiz uchun maxsus tayyorlanadigan lavlagi, sabzi hamda olma mahsulotlaridan tashkil topgan vitaminlarga boy qon ko'paytiruvchi sharbatimiz, yumshoqqina nonlarimiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing, barcha bemorlarimizni klinikamizda kutib qolamiz.